Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan arteriya mezenterika superior hamda inferiorlar haqida gaplashamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Birinchi bo'lib arteriya mezenterika superior haqida gaplashadigan bo'lsak, arteriya mezenterika superior qorin aortasining toq tarmoqlaridan biri hisoblanadi va lumbalis 1, ya'ni birinchi bel umurtqasining ro'parasidan chiqadi. O'ng fossa iliaka tomonga qarab yo'naladi, ya'ni o'sha qorin aortasidan chiqqandan so'ng pastga va o'ngroqqa qarab yo'nalgan bo'ladi. Arteriya mezenterika superiorning dastlabki tarmoqlari bu arteriya yunalis hamda arteriya ilialislar hisoblanadi. Arteriya yunalis och ichakni, arteriya ilialis esa yonbosh ichakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Ilialis hamda yunalis tarmoqlari arteriya mezenterika superiordan chiqqandan so'ng o'zaro bir-biri bilan murakkab anastomozlar hosil qilib tashlaydi. Undan keyin esa ingichka ichakka qarab o'sha tarmoqlar beradi, ya'ni och ichak hamda yonbosh ichakka tarmoqlar ajratadi. Arteriya mezenterika superiorning navbatdagi tarmog'i arteriya pankreatika duodenalis inferior hisoblanadi. Arteriya pankreatika duodenalis inferior pankreas, ya'ni oshqozon osti bezining bosh qismini hamda duodenum, ya'ni 12 barmoqli ichakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Arteriya mezenterika superiordan chiqadigan keyingi tarmoq bu arteriya colica media hisoblanadi. Arteriya colica media ko'ndalang chambar ichakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Arteriya mezenterika superiordan chiqqandan so'ng arteriya colica media ikkiga bo'linadi. O'ng va chap, ya'ni ramus dextra hamda ramus sinistra tarmoqlariga bo'linib, ko'ndalang chambar ichakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Keyingi tarmoq arteriya colica dextra. Arteriya colica dextra arteriya mezenterika superiordan chiqqandan so'ng ikkiga bo'linadi. Ko'tariluvchi hamda tushuvchi, ya'ni ramus ascendens hamda ramus descendens. Arteriya colica dextraning vazifasi ko'tariluvchi chambar ichakni qon bilan ta'minlash hisoblanadi. Shu o'rinda yana bitta qo'shimcha ma'lumot. Arteriya colica dextraning ramus ascendens qismi bu arteriya colica medianing ramus dextrasi bilan o'zaro anastomoz hosil qiladi. Mezenterika superiorning navbatdagi tarmog'i arteriya iliacolica hisoblanadi. Arteriya iliacolica o'z yo'lida 5 ta asosiy tarmoq chiqaradi. Birinchisi arteriya secalis anterior, ikkinchisi esa arteriya secalis posterior hisoblanadi. Bu arteriya secalis anterior hamda posteriorlar ko'r ichakning oldindan hamda orqadan qon bilan ta'minlab beradi. Keyingisi esa ramus ascendens tarmog'i hisoblanadi. Ramus ascendens arteriya colica dextrani descendens qismi bilan o'sha anastomoz hosil qilib qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Keyingi tarmoq esa ramus ilialis hisoblanadi. Ramus ilialis o'sha arteriya ilialis bilan o'zaro anastomoz hosil qilib, o'sha ichaklarni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Va oxirgi tarmoq esa 5-tarmog'i bu arteriya appendicularis hisoblanadi. Arteriya appendicularis ko'richakning chuvalchangsimon o'simtasi, ya'ni appendixni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Endi esa sizlar bilan qorin aortasining yana bir toq tarmog'i, ya'ni arteriya mezenterika inferior haqida ham gaplashsak. Arteriya mezenterika inferior bu lumbalis 2, ya'ni ikkinchi bel umurtqasining ro'parasidan chiqadi. Qorin aortasidan chiqqandan so'ng mezenterika inferior biroz chaproqqa va pastga qarab yo'naladi. Arteriya mezenterika inferiorning dastlabki tarmoqlari bu arteriya colica sinistra hisoblanadi. Arteriya colica sinistra tushuvchi chambar ichakni qon bilan ta'minlashda bevosita ishtirok etadi. Arteriya colica sinistra mezenterika inferiordan chiqqandan so'ng ikkiga ajraladi. Ramus ascendens hamda ramus descendens, ya'ni tushuvchi hamda ko'tariluvchi tarmoqlar beradi. E'tibor beringlar, bu yerda arteriya colica sinistraning ko'tariluvchi tarmog'i, ya'ni ramus ascendensi arteriya colica medianing ramus sinistrasi bilan o'zaro
anastomoz hosil qiladi va bu anastomoz avtorskiy hisoblanadi, ya'ni muallif nomi bilan Reland ravog'i nomi bilan mashhur hisoblanadi. Sababi Reland ravog'i arteriya mezenterika superior hamda arteriya mezenterika inferiorni bog'lovchi eng asosiy anastomoz hisoblanar ekan. Arteriya mezenterika inferiorning keyingi tarmog'i bu arteriya sigmoidalis hisoblanadi. Arteriya sigmoidalis bu sigmasimon ichakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Arteriya sigmoidalisning bir xususiyati bor. Ular 3 tadan 5 tagacha bo'ladi va ular bir-biri bilan anastomoz hosil qilib, undan keyin sigmasimon ichakka o'z tarmog'ini beradi. Va shuni esdan chiqarmasligimiz kerak. Arteriya sigmoidalislar yuqoridan arteriya kolika sinistraning o'sha descendens tarmog'i bilan o'sha o'zaro anastomoz hosil qiladi. Arteriya mezenterika inferiorning oxirgi tarmog'i bu arteriya rectalis superior hisoblanadi. Arteriya rectalis superior rectum, ya'ni to'g'ri ichakning yuqori qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Mana do'stlar, qorin aortasining tog' tarmoqlaridan bo'lgan arteriya mezenterika superior hamda inferiorlarni ko'rib chiqdik. Sizlarga ushbu video foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting.